Rivojlanish bu jarayon. Jarayon esa u bittada bo'lmaydi. Jarayon o'z nomi bilan jarayon. Jarayon qanchadir bir vaqt talab qiladi. Vaqt talab qilgandan keyin mana shu vaqtga yetadigan sizni kuchingiz, sabringiz va albattaki bardoshingiz yetib berishi kerak. Agar yarim yo'lda to'xtab qolsangiz, demak shaxsiy rivojlanish ham yarim yo'lda to'xtaydi. Shuning uchun shaxsiy rivojlanishni boshlagan, o'zini ustida ishlashni boshlagan har bir insonga shu narsani tushuntirgim keladiki, bu umringiz oxirigacha davom etadigan jarayon. Umringiz oxirigacha ma'lum bir yildan keyin bo'ldi, rivojlanib bo'ldim, to'xtadim deya olmaysiz. Siz rivojlangan saringiz o'zingizni tabiiy ravishda rivojlangingiz kelish kerak. Agar inson to'g'ri rivojlansa, mana shu xohish hech qachon o'lib qolmaydi, to'g'rimi? Masalan, men 1 yil oldin o'qib o'rgangan kurslarimni yaxshi ko'raman. Yana yangi kurslarda o'qishni xohlayman. Men 1 yil oldin tanishgan barcha networking orqali tanishgan insonlarimni cheksiz hurmat qilaman. Lekin men yana yangi networking orqali yangi insonlar bilan tanishishni xohlayman. Demak, rivojlanish ana shu ichki xohish bilan olib boriladigan jarayon. Shu jarayonda sabr bilan emas, zavqlanib, mazza qilib, jarayondan kelayotgan ijobiy natijalardan xursand bo'lib davom ettirsak, bu narsa faqat bizga yaxshilik keladi. Hozir chidab turing, deb rivojlanmaydi odam.